Assalomu alaykum. Men Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi. Bugun odamlardan iqtisodiyot haqida so'rovnoma olib boramiz. Okay. Ikkita uchta savol bor edi, bersak bo'ladimi? Qanaqa savol? Asl boylik nimada deb o'ylaysiz? Aqldami yoki puldami? Yechib olyapsizmi mana buni? Asl boylik menimcha все-таки pulda bo'lsa kerak. Shunaqa. Nima deb o'ylaysiz? Davlat siyosat bozorga aralashishi kerakmi yoki shart emasmi? Aralashish kerak, chunki ana oldi sotdilar juda ko'p. O'shani hisobiga narx oshishi mumkin. O'zbekistonda qanday monopolik tashkilotlar bilasiz? Nima edi? Hozir esimdan chiqib qoldi ana. Bu kim bu? Sen kim bu kim? Esimdan chiqib qoldi, bitta tashkilot bor. O'sha imdan qaraydi. Nima deb o'ylaysiz? Yo'q. Asl bilim nimada? Boylikdami yoki boylik nimada? Aqldami yoki puldami? Aqlda, конечно. Pul просто yashash uchun, chiroyli yashash uchun. Keyingi savolimiz nima deb o'ylaysiz? Davlat bozorga siyosat aralashish shartmi yoki kerak emasmi? Bozorga, oddiy bozorga aralashish kerak. Menimcha, xalqqa o'ylash uchun. O'zbekistonda qanday monopolik tashkilotlar bilasiz? Yo'q, bilmayman ularni. Rahmat. Assalomu alaykum. Ikkita uchta savol bor, bersa bo'ladimi? Boylik nimada deb o'ylaysiz? Aqldami yoki puldami? Harakatda. Nima deb o'ylaysiz? Davlat bozorga aralashish kerakmi yoki yo'q? Davlat bozoriga aralashish kerak. O'zbekistonda qanday monopolik tashkilotlar bilasiz? Qiziq. Son 5 minutga savol bor edi, bersak bo'ladimi? Boylik, asl boylik nimada deb o'ylaysiz? Aqldami yoki puldami? Aqlda qancha aqlli bo'lsak, shuncha boyib ketamiz. Here I come. Oh, here I come. Nima deb o'ylaysiz? Davlat bozorga aralashish kerakmi yoki shart emasmi? Bilmadim, aralashsa kerakmi yerlar? O'zbekistonda qanday monopolik tashkilotlar bilasiz? Akfa. Rahmat, xolajon, charchamang. Xola demang, oka. Opajon. No. Ikkita uchta savol bor edi, bersak bo'ladimi? Oddiy. Asl boylik nimada deb o'ylaysiz? Aqldami yoki pulda? Aqlda emas, asl boylik. Aqlda. What? Assalomu alaykum. Ikkita uchta savol bor edi, bersak bo'ladimi? Asl boylik nimada deb o'ylaysiz? Puldami yoki bilimdami? Eng oddiy savol shu edi lekin. Задумала, блин, мне нужно шоколад.